Birinchi savol ishlaymiz. Bizda savolda magniyning ekvivalent molar massasini aniqlaydigan. Shunda magniy massasi, o'zining massasi, molekulyar massasi 24. Bizda davriy sistemada valentligi 2 bo'ladi. Shuni 2 ga bo'lib olsak, valentligiga ekvivalent massasi kelib chiqadi. O'zi bizda formula, ekvivalent topish formulasi molekulyar massa taqsim valentlik teng ekvivalent. Shuni bo'lib olsak, valentlik ekvivalenti 12 chiqadi. 12 ekvivalent. Shunda javobimiz B bo'lgan. Ikkinchi savolni ishlaymiz. Bizda savolda alyuminiy ekvivalent molar massasini aniqlaydigan. Bizda alyuminiy davriy sistemada molar massasi 27. Bizda ekvivalentini so'ragan. O'zi alyuminiyning valentligi 3 ga teng. Shuni 3 ga bo'lib olsak, ekvivalent molar massasi kelib chiqadi. 27 ni 3 ga bo'lsak, shuni 9 bo'ladi ekvivalenti. Shunda javobimiz A bo'lgan. 201 savolni ishlaymiz. Bizda savolda natriy oksidining ekvivalent molar massasini hisoblaydigan. Yozib olamiz. Natriy 2O. Buni strukturasini chizamiz. Natriydan 2 ta. Natriy 1 valentli bo'lgani uchun bittadan qo'l chiqaradi. Kislorodga ulanadi. Shunda natriyda bitta qo'l bor. Ikkinchi natriyda ham yana bitta qo'l bor. Umumiy 2 ta qo'l bor. Shunda umumiy massani masalan 46 ni 16 ga qo'ysak 62. 62 ni natriyning umumiy bog'lar soniga bo'lib olamiz. Shunda valentligiga. Shunda 2 bo'ladi. Umumiy bog'lar soni bitta 2 ta. 2 ga bo'lib olsak, shunda ekvivalenti 31 bo'ladi. 31 ekvivalent. 2-3 savolni ishlaymiz. Bizda kaliy. 3-1 savolni ishlaymiz. Bizda savolda magniy oksidining ekvivalent molar massasini aniqlaydigan. Yozib olamiz. Magniy oksid. Endi strukturasi magniy ekvivalentli. O'zidan 2 ta qo'l chiqarib kislorodga birikadi. Endi magniyning 2 ta qo'li bor, bitta 2 ta. Endi molekulyar massasi 40. 24 ni 16 ga qo'ysak 40 bo'ladi molekulyar massasi. Shuni bo'lib olamiz 2 valentligiga. Shunda javobimiz 20 bo'ladi. 20 ekvivalent. Shunda javobimiz A bo'lgan. 3-2 savolni ishlaymiz. Biz 4-1 savolni ishlaymiz. Bizda savolda alyuminiy oksidining ekvivalent molar massasini aniqlaydigan. Alyuminiyning valentligi 3. Alyuminiy 2O3 bo'ladi formula. Shuni endi molekulyar massasi 102 bo'ladi. Endi buni strukturasini chizamiz. Alyuminiydan 2 ta. Alyuminiy 3 valentli bo'lgani uchun 3 ta qo'l chiqaradi. Bu ham 3 ta chiqaradi. Endi kislorodlarni biriktiramiz. Kislorodlar soni 3 ta bo'lgani uchun kislorodning valentligi 2. 2 ta qo'lga kislorod keladi. Bunga ham kislorod, bu ikkalasiga ham kislorod keladi. Endi bitta alyuminiy 3 ta qo'l ishlaydi, ikkitasi 6 ta. Shunda 6 ta qo'l ishlaydi, 2 ta alyuminiyimiz. Shuning uchun 6 valentlikka bo'lib olamiz. Shunda javobimiz 17 ekvivalent chiqadi. 4-2 savolni ishlaymiz. Bizda savolda titan 5-1 savolni ishlaymiz. Bizda savolda qaysi oksidning ekvivalent molar massasi 72 degan. Endi bizda savolda hammasining valentligi, ya'ni u metallarning valentligi 1 valentli bo'lgan. Noma'lum metal oksid. Endi ekvivalent molar massasi 72 deyapti. 72 ekvivalent. Endi molar massaga o'tkazish uchun ekvivalentni ko'paytirish kerak valentlikka. Shunda bizda molar massa hosil bo'ladi, molekulyar massa. Endi biz strukturasini chizamiz. Noma'lum metaldan 2 ta ekan. Valentligi 1. O'zidan bittadan qo'l chiqaradi, ikkalasi ham kislorodga bog'lanadi. Shunda 2 ta metalda umumiy 2 ta bog' bor. O'shaning uchun 72 ekvivalentni ko'paytiramiz 2 valentli. Shunda 144 molekulyar massali oksid degan. Endi 144 dan ayiramiz 16 ni. Shunda 128 bo'lyapti.
128 metaldan 2 bo'lgani uchun 2x ga bo'laversak x teng 64 bo'ladi. Shunda 64lik mis bo'ladi davriy sistemada. Javobimiz A.